أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 11. Sure Hud Mekke'de nazil bo'lgan 123 oyat. Nayt şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Ra. Bu hikmat bilan ish qiluvchi, hammadan xabardor Alloh tarafidan nazil bo'lgan oyatlarning tuzilish puxta, aqida, ahkom, vaz va qissalar tafsili bayon qilingan kitobdir. Aytqinki bu kitob sizlarning Allohdan boshqasiga ibodat qilmasliginglar uchun nazil bo'lgan. Shubhisizki, men sizlarga Alloh tarafidan ogohlantiruvchi va xush xabar berguvchiman. Sizlar Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Alloh sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni umringlar oxirlashib, ajlinglar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramon qiladi. Yaxshi ish qiluvchiga qilgan yaxshiligining savobi beriladi. Agar iymondan yuz o'rsanglar, sizlarning qiyomat kunining azobiga qilishinglardan ansirayman. O'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytisizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Rostilla ular, ya'ni kofirlar Rasululloh Qur'on o'qiyotganda uning yenidan o'tganlarida uningdan yoshirinish uchun yuz o'raydi. Rostilla ular kiyimlari bilan chumkinib olganlarida Alloh ularning yoshirin va oshkora ishlarini bilib turadi. Allah haqiqatan dillardikini bilguvchidir. Yer yuzidagi hayvonlarning hammasiga rizq berishni Alloh marhamat yuzidan ustiga olgan. Alloh ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozilgandir. Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Osmon zaminni yaratishdan ilgari Allohning arshi suv ustida edi. Sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Alloh ularni yaratdi. Ey Muhammad, agar sen Makka kuffarlarga sizlar o'lgandan keyin cho'qim tirilsizlar desang, kofirlar cho'qim aytadi, bu faqat ro'shan sehrdir. Agar biz ularga nozil qilingan azobni cheklik vaqt kechiktirsak, ular cho'qim masxir qilish yuzidan azob nimasiga tushmaydi deydi. Rostilla ularga Allohning azobi tushgan kunda ular qochadigan yer topolmaydi. Ular masxir qilgan azob ularni qo'rshib oladi. Agar biz insonga rahmatimizni tetishsak, ondan uni uningdan tortib olsak, u cho'qim Allohning rahmatidan umidsizlanib ketadi. Kufrani ne'mat qiladi. Agar biz faqirlik, kasallik, qattiqchilik qatorliq balolarga mubtalo qilgandan keyin uningga ne'matimizni tetishsak, u cho'qim mendan balolar ko'tarilib ketdi, endi kammaydi deb shak shubhasiz xushallanib, mag'rurlanib ketdi. Faqat baloga uchirganda, sabr qilgan, ne'matga erishganda, yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshilardir. Ularning gunohi mag'firat qilinadi. Ular oxiratda cho'ng mukofotga erishadi. Ey Muhammad, ularning, ya'ni mushriklarning nimishga uningga bir xazina tushmidi yoki uning bilan billa uni tasdiqlaydigan bir farishta kelmidi deydiganligi uchun sana nazil qilingan vahiyning bir qismini yetkizgin kelmaydiganda, yetkizishdan yuraging siqiladiganda, sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Alloh har narsani tasarruf qiluvchidir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi o'ydirib chiqqan deyishamda, aytqinki, bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan g'ayri chaqira oladiganlikka kishilaringlarni yordamga chaqirib, fasohat va balog'at jihatdan Qur'ondagiga o'xshaydigan 10 sura ijod qilib beqinglar. Agar ular bu chaqirg'inglarga ovoz qo'shmasa, bilinglarki, Qur'on Allohning vahiy qilishi bilan nozil qilingan. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Sizlar amdig'u Allohga bo'ysunasizlar. Qilgan yaxshi amallar bilan faqat hayoti dunyoni va uning zibu-zinnatini, ya'ni dunyoning ne'matlarini ko'zlaydigan kishilarga ularning amallarining ajrini bu dunyoda to'liq beramiz. Dunyoda ularning ajridan hech narsa kamaytirilmaydi. Bundaq kishilarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning qilgan ishlari yo'qqa chiqariladi. Qilgan yaxshi amallari hisobga ilinmaydi. Parvardigori tarafidan kelgan ro'shan dalil, ya'ni Qur'onga asoslangan odam, ya'ni Muhammad alayhissalom hayoti dunyoni ko'zlaydigan kishilar bilan o'xshashmi? Onunğa Allah tərəfindən gələn guvahlıq bəgücü,
yani Jibril alayhissalom Qur'onni tilovat qiladi. Qur'ondan ilgari Musoga nozil qilingan kitob, yani Tavrat İsroil avlodiga yetakchi va rahmat qilib nozil qilindi. Ana shunday kishilar Qur'onga haqiqiy ishonadi. Har qanday jamoadan kimki Qur'onni inkor qiladi ekan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Qur'onga shak keltirmagan, u haqiqatan Parvardigorning tarafidan nozil qilingan haqiqatdir. Lekin insonlarning to'lisi ishonmaydi. Allohga yolg'onni chaplagan kishidan zolim kishi bormi? Ana shular qiyomat kuni Parvardigoriga to'g'rilanadi. Guvohchilar bular Parvardigori haqida yolg'on so'zlaganlardir deydi. Rastilla Allohning la'nati zolimlarga bo'ladi. Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan to'sadi. Allohning yo'lining egir bo'lishini tilaydi. Ular oxiratni inkor qiluvchilardir. Ana shular zaminda Allohning azobidan qochib qutulolmaydi. Ularga Allohdan boshqa ega bo'ladigan yordamchilarmi bo'lmaydi. Ular qatma-qat azobga duchor bo'ladi. Ular haqni anglashga va haqni ko'rishga qodir bo'lolmaydi. Ana shular o'zlariga ziyon solg'uvchilardir. Ularning o'ydirib chiqargan ma'budlari ulardan o'zlarini chetga oldi. Shak yo'qki, ular oxiratda eng ziyon tortquvchilardir. Shubhisizki, iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlar, Parvardigorning huzurida ojizlik bildirganlar, ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qolg'uvchilardir. Kafirlar va mu'minlardan iborat ikki firqa bor. Bir firqa amaga va g'asga o'xshaydi. Yana bir firqa bo'lsa, ko'zi ko'radigan, quloqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. Ibrat olmamsizlar. Shubhisizki, biz Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Men haqiqatan sizlarga ochiq ogohlantiruvchiman. Bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar, sizlarning qattiq kunning azobiga uchrashinglardan qo'rqaman dedi. Uning qavmining kofir kattalari, bizningcha sen faqat bizga o'xshash bir odamsan. Bizningcha oramizdagi past kishilar yengillik bilan sana agashgan. Bizningcha sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q, balki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz dedi. Nuh aytdi: "Ey qavmim, aytinglarchi, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan da'vatimning to'g'riligini isbotlaydigan aniq dalilga asoslansam va uning rahmatiga, ya'ni payg'ambarligiga sazovor bo'lgan bo'lsam, u dalil sizlar uchun maxfiy bo'lsa, sizlar uni yomon ko'rsanglar, uni qabul qilishga sizlarni majburlamdik. Ey qavmim, sizlarga diniy tabliq qilganligim uchun sizlardan pul-mol talab qilmayman. Menga ajr berishni faqat Alloh o'z ustiga olgan. Men iymon etgan kishilarni yenimdan qo'g'lab o'tmayman. Chunki ular shubhisizki Parvardigoriga muloqot bo'ladi. Lekin men sizlarni nodon qavm ko'raman. Ey qavmim, agar men ularni qo'g'lab o'tsam, Allohning azobidan meni kim qutqiza oladi? O'ylanib boqmamsizlar. Men sizlarga menda Allohning xazinalari bor demayman. G'ayibni bilaman demayman. Men albatta o'zimni farishta debmi aytmayman. Hamda sizlar ko'zga ilmaydigan kishilarni Alloh ularga yaxshilik bermaydi demayman. Alloh ularning dillaridagini obdan biladi. Bo'lmasa men cho'qim zolimlardan bo'lib qolaman. Ular yana Nuhning qavmi: "Ey Nuh, biz bilan munozirlashding. Nihoyat ko'p munozirlashding. Agar rost so'zliguvchilardan bo'lsang, bizni qo'rqitgan azobni tushirib boqqin" dedi. Nuh aytdi: "Uni, ya'ni azobni agar xolis faqat Allohla tushira oladi. Sizlar hargiz qochib qutulolmaysizlar. Men sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Alloh sizlarni gumroh qilmoqchi bo'lsa, o chaqda mening sizlarga qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Alloh sizlarning Parvardigoringlardir. Sizlar Allohning dargohiga qaytsizlar." Yoki ular, ya'ni Qurayshning kofirlari Qur'onni o'zi o'ydirib chiqqan deyshamdi? Agar uni men o'ydirib chiqqan bo'lsam, o'z gunohimga o'zim mas'ul. Men sizlarning gunohinglardan ado judaman degin. Nuhga mundaq vahiy qilindi: "Qavmingdan ilgari sana iymon etganlardan boshqa yana iymon etquchilar bo'lmaydi. Ularning qilmishidan qayg'urmagin. Bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kiyim yasig'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmagin. Ular cho'qim to'pon balosida g'arq qilinadi."
Nuh kema yasayotdi. Qavmining cho'nglari uning oldidan har qatim o'tganda uni masxir qilishdi. Nuh aytdi: "Sizlar bugun bizni masxir qilsanglar, kelajakda sizlar g'arq qilinganda, sizlar bizni masxir qilgandek, biz sizlarni cho'qim masxir qilamiz." Xar qog'ochi azob, ya'ni to'pon balasi bilan g'arq bo'lishning kimning ustiga keladiganligini, doimiy azob, ya'ni jahannam azobining kimning ustiga tushadiganligini kelajakda bilasizlar. To'pon balasi to'g'risidagi buyruqimiz yetib kelgan va yer yuzidan suv etilib chiqqan chaqda kemiga hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan elib olgan. Oilangdagilar bilan halok bo'lishi hukm qilinganlar buning sirtida. Va iymon etganlar bilan kemiga chiqqan dedik. Uning bilan faqat ozgina kishilar iymon etdi. Nuh iymon etgan tavallarga aytdi: "Kemiga chiqinglar, kemining mengishi va to'xtishi Allohning ismi bilandir. Shubhisizki, mening Parvardigorim tavba qiluvchilarning gunohini haqiqatan mag'firat qiluvchidir. Mu'minlarga nihoyat mehribondir." Kema ularni elib tog'dek do'lqinlar ichida uzib boradi. Nuh kema mengishdan burun o'zidan yiroqda turgan o'g'lini: "Ey o'g'lim, biz bilan birga kemaga chiqqin, kofirlar bilan birga bo'lmag'in" deb to'ladi. U meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman dedi. Nuh: "Bugun Alloh rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazosidan qutulib qololmaydi" dedi. Ularning orasini do'lqin ayirvatdi-da, u g'arq bo'lib ketdi. "Ey zamin, suyingni yutqin, ey bulut, tarqalg'in" deyildi. Suv so'g'ildi. Allohning kofirlarni g'arq qilishdan iborat hukmi ijro qilindi. Kema Juddi teg'ining ustida to'xtadi. Zolim qavm halok bo'lsin deyildi. Nuh Parvardigoriga duo qilib: "Parvardigorim, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Sen menga ularning najot tepishini va'da qilgan eding. Sening va'dang albatta haqdir. Sen haqiqatan eng to'g'ri hukm qiluvchisan" dedi. Alloh aytdi: "Ey Nuh, o men najot tepishni va'da qilgan oilangdagilardan emas. Uning amali yomondir. Sen aniq bilmagan narsangni mendan so'ramagin. Men sening johillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman." Nuh aytdi: "Parvardigorim, men bilmagan narsalarni so'rashdan sening panohingga sig'inaman. Agar menga mag'firat qilmasang va rahim qilmasang, ziyon tortquvchilardan bo'laman" deyildi. Yana Alloh aytdi: "Ey Nuh, sen bilan kemada birga bo'lganlarning bir qism avlodiga biz tarafdan nozil bo'lgan omonlik va barakatlar bilan kemadan tushgin. Ularning yana bir qism avlodini hayoti dunyodan bahramon qilamiz. Ondan ular bizning qattiq azobimizga duchor bo'ladi." Ey Muhammad, ana shu qissa g'aybga oid xabarlardandir. Sen uni vahiy qildik. Sen va sening qavming buningdan ilgari uni bilmaydinglar. Sabr qilgin. Shubhisizki, yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. Ad qavmiga ularning qarindishi Hudni avatdik. Hud aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud var haq yo'qdir. Sizlar Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan faqat Allohga yolg'onni to'quvchisizlar. Ey qavmim, men tabliğ uchun sizlardan ajr so'ramayman. Menga ajr berishni faqat meni yaratgan Alloh ustiga olgan. Sizlar tushunmamsizlar? Ey qavmim, Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Sizlarga o ko'p yig'in yog'dirib beradi. Sizlarga texmi kuch-quvvat beradi. Sizlar gunohga cho'mgan holda mening da'vatimdan yuz o'rmanglar." Ular aytdi: "Ey Hud, sen bizga o'zingning rostligini ko'rsatadigan hech qanday ro'shan dalil keltirmading. Sening so'zing bilan biz ilohlarimizni tashlab etmaymiz va sening payg'ambarligingga ishonmaymiz. Biz faqat seni ba'zi ilohlarimiz sarang qilib qo'yibdi deymiz." Hud aytdi: "Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib sherik keltirgan butlaringlardan ado judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar, menga muhlat bermanglar. Shubhisizki, mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan bir maxluq yo'qdir. Parvardigorim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Agar sizlar mening da'vatimni qabul qilishdan yuz o'rsanglar, yuz o'rgininglarning menga ziyni yo'q. Sizlarga men
Parvardigorim sizlarni halok qilib o'rninglarga boshqa bir qavmni keltirdi. Sherik keltirish bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Parvardigorim haqiqatan har bir narsani ko'zitib turg'uchidir. Bizning azoblash buyruqimiz kelganda Hudni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni marhamat qilib qutqizdik. Ularni qattiq azobdan xalos qildik. Ana shu Ad qavmi Parvardigorning mo'jizalarini inkor qildi. Uning payg'ambarligiga osiylik qildi. Har bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni haqqa qarshilik qilib jidallashguvchining buyrug'iga ergashdi. Ularga bu dunyoda la'nat qilindi. Qiyomat kunida ularga la'nat qilinadi. Bilinglarki, Ad qavmi haqiqatan Parvardigorni inkor qildi. Ogoh bo'linglarki, Hud qavmi bo'lgan Ad halok bo'lsin. Samudga ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdiq. U aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud bar haq yo'qdir. U sizlarni zamindan, ya'ni tuproqdan yaratdi. Sizlarni zaminda turg'izdi. Allohdan mag'firat tilanglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Parvardigorim haqiqatan yaqindir. Duoni ijobat qilguvchidir." Ular: "Ey Solih, buningdan burun sen aramizda umid qilingan kishi eding. Yana bu so'zni aytishdan burun aramizda cho'ng odam bo'lib qilishingni umid qilatdik. Bizni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelgan butlarga ibodat qilishdan to'simsan? Shak shubhisizki, haqiqatan biz sen da'vat qilgan ishga zo'r gumondimiz deyishdi." Solih aytdi: "Ey qavmim, aytinglarchi, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan aniq dalilga asoslansam va uning rahmati, ya'ni payg'ambarligiga sazovor bo'lsam, shundoq turug'liq Allohga qarshilik qilsam, Allohning azobidan meni kim qutqizadi? Meni o'zinglarga ergishishga da'vat qilish bilan menga faqat ziyondan boshqasini ziyoda qilolmaysizlar. Ey qavmim, bu Alloh bevosita yaratgan chishto'ga sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib yetinglar. Ixtiyori o'tlisin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni pat yaqinda keladigan azob halok qiladi." Ular chishto'gini bo'g'izladi. Solih aytdi: "Uyinglarda hayotlikdan 3 kun bahramon bo'lib olinglar. Bu va'da yolg'on emas. Bizning azob qilish amrimiz kelganda Solihni va uning bilan birga iymon etganlarni rahmatimiz bilan shu kunning sharmandachiligidan qutqizdik. Parvardigoring haqiqatan kuchlidir, g'olibdir." Zalimlarga qattiq ovoz yuzlandi-da, ular o'ylarda o'ltirgan peti ketib qoldi. Go'yo ular o'ylarda turmagandek, ya'ni ularning turgan joylari odamzot tarafidan avod qilinmagandek bo'lib qoldi. Bilinglarki, Samud Parvardigorni inkor qildi. Samud halok bo'lsin. Shubhisizki, bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar Ibrohimga xush xabar olib keldi. Ular sana amonlik tilaymiz dedi. Ibrohim, "Men sizlarga amonlik tilayman" dedi. U uzoq qolmay bir mo'zayni kavob qilib olib keldi. Ularning, ya'ni farishtalarning uningga qo'l uzatmaganligini ko'rib, ularni xush ko'rmadi. Ulardan qo'rqinch his qildi. Ular: "Qo'rqmagin, biz Rabbingning farishtalari. Tamoq yemaymiz. Biz haqiqatan Lotning qavmini halok qilish uchun avatildik" dedi. Uning ayoli, ya'ni Sora, bir tarafda turib Lot qavmining halok bo'ladiganligidan xushallanib kuldi. Biz uningga, ya'ni Soraga Ishoq otliq bolasi bo'ladiganligi bilan Ishoqdan keyin keladigan Yaqub otliq nevrisi bo'ladiganligi bilan xush xabar berdik. U yana Sora: "Uyey, men bir mo'may tursam, erim bir bo'vay tursa, tug'amdiman? Bu haqiqatan qiziq ish-ku" dedi. Ular: "Allohning amridan, ya'ni qudratidan ajablanamsan? Allohning rahmati va barakatlari sizlarning oilanglarga, ya'ni Ibrohimning oilasidagilarga nozil bo'lsin. Alloh haqiqatan madihilashga loyiqdir, ulug'lashga loyiqdir" dedi. İbrahim'dan qo'rqinish yo'qolgan hamda xushxabar uningga yetgan chaqda u biz bilan Lotning qavmi to'g'risida munoziralashga kirishdi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'ngli ko'ksi keng, ko'p oq chekkuchi, ya'ni dili yumshoq, hamma ishda Allohga murojaat qiluvchi zotdir. Farishtalar aytdi: "Ey İbrahim, buni ya'ni Lot qavmi to'g'risida munoziralashni qo'ygin. Shubhisizki, Parvardigoringning ularni halok qilish to'g'risidagi amri allaqachon tushdi.
Ularga cho'qim munozirlashish yoki shafaat qilish bilan qayg'urg'ili bo'lmaydigan azob tushdi. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar Lotning yeniga kelgan chaqda Lot o'z qavmining ularga cheqilib qo'yishdan qo'rqib, qiyin ahvolda qoldi. Ular to'g'risida yurki siqildi va bu bir dishvar kundir dedi. Lotning qavmi uning qishig'i oldirab kelishdi. Ular burunli yomon ishlarni qiladi. Ya'ni livatat qiladi. Lot aytdi: "Ey qavmim, mening bu qizlarim sizlarga eng pokdir. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonlarim oldida meni rasvo qilmanglar. Aranglarda qabih ishdan to'sadigan birak kallasi joyida odam yo'qmi?" Ular Lotga aytdi: "Qizlaringga bizning hojatimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Shuningdek bizning maqsadimizni obdan bilasan." Lot aytdi: "Kashki mening sizlarga qarshi turadigan kuch-quvvatim bo'lsa edi, yoki iltijo qiladigan kuchlik jamoatim bo'lsa edi, cho'qim sizlarga zarba bergan bo'lardim." Ular yana farishtalar: "Ey Lot, shubhisizki biz Parvardigoringning elchilaridirmiz. Ular hargizmi sana ziyon yetkazolmaydi. Oilangdagilarni elib kechining oxirida ularning ichidan chiqib ketgan. Ayolingdan boshqa sizlardan hech kishi orqasiga qaramasin. U yana ayoling ular bilan birga halok bo'lguchidir. Shubhisizki ularga azob tushadigan chaq tong vaqtidir. Tong yaqin emasmi?" dedi. Bizning jazolash amrimiz tushganda ularning yurtlarini ostin-ustin qilib etdik. U yurtlarga biz üstü-üstülab sapal taşlarını yağdırdık. O sapal taşlarga Parvardigoringning dargohida belgi silingan edi. O yurtlar zolimlar, ya'ni Quraysh kofirlardan yiroq emas. Madyan ahliga ularning qarindoshi Shuaybni payg'ambar qilib avatdik. O aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. O'lchamda va tarozida kam bermanglar. Men sizlarni haqiqatan boy hisoblayman. Men haqiqatan sizlarning hammani qorshab turg'uvchi kun, ya'ni qiyomat kunining azobiga duchor bo'lishinglardan qo'rqaman. Ey qavmim, sizlar o'lchamni to'g'ri o'lchanglar, tarozini to'g'ri tortinglar. Kishilarga narsalarni kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar. Alloh sizlarga qoldirgan halol rizq sizlar yiqqan haromdan yaxshidir. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, men sizlarga muhofizatchi emasman." Ular: "Ey Shuayb, sening namozing, ya'ni dining, seni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni bizni tashlatqizishga yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkazishga buyurumdi. Sen tozimi ko'ngli ko'kskan, tozimi to'g'ri yo'l topgan odamsan-da", dedi. Shuayb aytdi: "Ey qavmim, aytib beqinglarchi, Parvardigorim menga ro'shan pokit, ya'ni payg'ambarlik va kangtashi halol rizq ato qilgan tursa, men shundoq ne'matlarni ato qilgan Parvardigorimning amriga xiloflik qilamdim. Sizlarga qilish ma'ni qilingan ishni o'zimmi qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordami bo'lgandila muvaffaqiyat qozona olayman. Hamma ishda Allohga tayinaman va uningga yuzlanaman. Ey qavmim, sizlarning menga qarshi turguninglar, sizlarni Nuhning qavmi yoki Hudning qavmi va yoki Solihning qavmi duchor bo'lgan azobga duchor qilmasin. Lot qavmining diyori sizlarning joyinglardan yiroq emas. Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Mening Parvardigorim tavba qiluvchilarga haqiqatan marhamatlikdir, ularni do'st tutquchidir." Ular: "Ey Shuayb, biz sening aytganlaringning nurg'unini tushunmaymiz. Biz albatta seni aramizda kuchsiz odam deb qaraymiz. Sening qavmi qarindoshlaring bo'lmaganda edi, biz seni cho'qim tashkisak qilib o'ltirardik. Sen bizga e'tiborli emassan", dedi. Shuayb aytdi: "Ey qavmim, mening qavmi qarindoshlarim sizlarga Allohdanmi e'tiborliqmi? Sizlar Allohni orqanglarga cho'rivatdinglar. Parvardigorim sizlarning qilmishinglardan albatta to'liq xabardordir. Ey qavmim, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar, menmi albatta o'z yo'lim bo'yicha harakat qilay. Uzoq qolmay kimning rasvo qiluvchi azobga duchor bo'ladiganligini va kimning yolg'onchi ekanligini bilasizlar. Ishinglarning oqibatini kutinglar. Shubhisizki men sizlar bilan birga kutaman." Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chaqda Shuaybni
va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Go'yo ular uylarida turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Madyan aholisi xuddi Savmud qavmi halok bo'lgandek halok bo'lsin. Biz Musoni haqiqatan oyatlarimiz va ro'shan dalillar, ya'ni mo'jizlar bilan Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular Fir'avnning buyrug'iga bo'ysundi. Fir'avnning buyrug'i to'g'ri emas edi. Fir'avn qiyomat kuni boshlamchilik bilan o'z qavmini do'zaxga boshlab kirdi. U joy nima degan yomon? Ular bu dunyodami, qiyomat kunida la'nat kuchiraydi. Ularga berilgan ikkili dunyoda la'natga uchrashdan iborat bu sovg'a nima degan yomon? Mana bular aholisini biz halok qilgan yurtlarning xabarlaridir. Uni sana vahiy orqali bayon qilamiz. U yurtlardan izi qolganlarmi bor, izi qolmaganlarmi bor? Yana aholisi bilan qo'shib o'rib etilgan ziroatdagi vayron qilinganlarmi bor? Biz ularga zulm qilmadik. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Parvardigoringning ularni halok qilish farmoni kelganda, ularning Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlari hech narsaga asqatmadi. Ularga faqat ziyon soldi. Parvardigoring zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shundoq halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'limi qattiqdir. Oxirat azobidan qo'rqadigan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Ana shu kun butun xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir. Uni ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lganda so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatman bo'ladi. Badbaxtlarga kelsak, ular do'zaxga kiradi. Ular do'zaxda eshak ang'irgandek tovlab noli faryod chekadi. Do'zaxning osmon zimini yo'qolmayli tursa, ular do'zaxda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaveradi. Parvardigoring albatta xohlaganini qiluvchidir. Saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kiradi. Jannatning osmon zimini yo'qolmayli tursa, ular jannatda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaveradi. Bu ularga qilingan uzilib qolmaydigan in'omdir. Ular ya'ni mushriklarning butlarga cho'qinishining gumrohlik ekanligidan shaklanma. Ular faqat o'zlarining biz sana qissasini bayon qilgan ota-bobolariga o'xshashli cho'qinadi. Biz ularning azobdan tegishli nasibasini cho'qim kemaytmay beramiz. Shubhisizki, biz Musoga kitob, ya'ni Tavratni berdik. Uning to'g'risida ixtilof qilindi. Parvardigoringning oldin chiqargan ularni jazolashni qiyomatgacha qoldirish haqidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida mushu dunyoda yaxshilikqa yaxshicha, yomonga yomoncha cho'qim hukm chiqariladi. Haqiqatan ular uningdan, ya'ni Qur'ondan zo'r gumondadir. Parvardigoring har bir odamga uning qilgan amallarining mukofotini to'liq beradi. Alloh albatta ularning amallaridan to'liq xabardordir. Ey Muhammad, Alloh seni buyurgandek to'g'ri yo'lda bo'lgin. Sana iman etganlarga to'g'ri yo'lda bo'lsin. Ma'ni qilingan ishlarni qilib, Allohning cheklamalaridan chiqib ketmanglar. Shubhisizki, Alloh qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Zolimlarga moyil bo'lmanglar. Moyil bo'lsanglar, do'zax azobiga qolasizlar. Sizlarga Allohdan boshqa do'zaxdan qutuldiradigan hech yordamchi yo'qdir. Ondan keyin hech yordamga erishaolmaysizlar. Kunduzning ikki tarafida, ya'ni atdiganda va kashqurun vaqtlarda va kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'tigan. Shubhisizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Bu tushunguchilar uchun vaz-nasiyatdir. Ey Muhammad, mushriklardan yetgan arziyatlarga sabr qilgan. Alloh haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaydi. Sizlardan burun o'tgan ummatlarning orasida nemishqa yomonlarni yer yuzida buzg'unchilik qilishdan to'sadigan aql egalari bo'lmadi? Ular orasidan buzg'unchilikni to'sib, bizning nijotligimizga erishgan ozg'ina kishilar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qiluvchilar ayshi ishratlik turmushni qo'g'lashidi. Ular gunohkor odamlardir. Parvardigoring aholisi yaxshi bo'lgan yurtlarni zulm silib halok qilmaydi. Agar Parvardigoring xolisi edi, butun odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Ular din to'g'risida davomli o'xshamagan fikrdidir.
Faqat Parvardigoringning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Shunga Alloh ularni o'xshamagan fikr qilish tabiatida yaratdi. Parvardigoringning "Men cho'qim jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqizaman" degan so'zi aniq belgilandi. Ko'nglingni xotirjam qilish uchun sana payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib beramiz. Buningda sana haqiqat keldi. Mu'minlar uchun vaz-nasihat va ibratlar bordir. Iymon etmaganlarga aytqinki, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Bizmi o'z yo'limiz bo'yicha harakat qilaylik. Sizlar ishinglarning oqibatini kutinglar, bizmi albatta shuni kutamiz. Osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilish faqat Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allohga ibodat qilgan va Allohga tavakkul qilgan. Parvardigoring qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir.